Mana butulkasi. Qaravering. Gulnoza. Mana butulkasi. 2 soatdan beri qidirasiz. Ovqatini bering. Tavba. O'zingizlar tepaga qo'yib qo'yasizlar, keyin yana qidirib yurasizlar. Nima qilay? Uylar katta-da. Odam degan qidirish kerak. Siz erinasiz qidirishga. Oybekim qattiq keldi endi. Bir Oybekimni xabar olib qo'ysam. Sochlarimni chiroyli qilib, pul jo'natsalar, narsa olardim. Da? Oy. Kim bu? Assalomu alaykum. Kim kerak sizga? Va alaykum assalom. Men Oybekaga telefon qilayotgandim. Oybekaga? Hm? Oybekka hozir band edilar. Siz kim bo'lasiz? Xotinlarima nima ishingiz bor edi? Tushunmadim. Siz kimsiz? Menga Oybeka kerak edilar. Ha, Oybekani telefonlari o'zlari vannada edilar. Sizni nima ishingiz bor edi ular bilan? Men xotinlarman. Gapingiz bo'lsa bemalol aytavering. Xotinlarisiz? Ha, xotinlarman. Qanaqa xotinlar? Tushunmadim. Men ham tushunmayapman. Nimaga unda sizni Slesar deb yozib, sahraning chiqib qo'yganlar? Qaysi xotinlarisiz? Uylangan xotinlariman. Siz kimsiz? Dadajon? Oybeka! Dadajon! Oybeka! Kim bu Slesar? Men opalari bo'laman. Opalari? Ha, haligi qazilashardik yoshligimizda. O'sha qolib ketgan. Ha, chaqiraymi? Vannada Yo'q, chaqirmang. Hozir. Ha, qiz. Dadajon, mana keliningiz. Tanishing. Assalomu alaykum. Uzr, hozir o'zlari qaytib qilib boradilar. Sovchilikka boramiz endi, dadajon. Nima deganingiz qizim? Qo'yib qo'ydi telefonni. Meni kelinimsiz. Bunaqa narsalarga ishonmang. Ana ko'rdingizmi? O'g'lingiz bizni uyga o'tkazib qo'yib, o'zlari yosh xotinga uylanib o'tiribdilar. Hozir ko'rsatib qo'yaman. Hey, qizim, og'irroq bo'ling. Aldash qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Shaytonga hay bering. Qo'ying endi. Hozir kelsin, men o'zim gaplashaman u bilan. Shaytonga hay bering. Menga qarang, Oybeka. Siz meni ustimdan kulyapsizmi? Siz meni aldab, boshqa xotin bilan yashayapsizmi? Men sizga ko'rsatib qo'yaman. O'sha xotinga ham, sizga ham. Bolani ham ko'rsatmayman sizga. Qarab turing. Ko'rdingizmi, dadajon? O'g'lingizni Qizim, qo'ying. qo'ymayman endi, dadajon, qo'ymayman. Bo'ladi. Shuncha indamasdan yashadim. Ko'radi xonim meni. Kelganidan keyin o'zim gaplashaman. Onasi. Onasi. Dunyoni suv bossa, o'rdakka yig'an. Uxlagan. Men qani ko'rsatib qo'yaman unga. Erkaklarga yaxshi xotin ham kerak emas. Yaxshi ona ham kerak emas. Yo'q, Oybek. Bunaqasi ketmaydi. Men jinni bo'lmanmi? Bu uydan ketib. Men ketmayman. Qarab turgin. Meni aldagani uchun, xotin olganing uchun, hammani laqillatib yurganing uchun sendan alamimni olaman. Hammani o'chini. Bilmaydi deb o'ylayapsanmi? Yusuf akani pullarini uxlatganingni. Onangni jinnixonaga tiqaman. Seni esa qamataman. Hali mendan ko'rasan, Oybek. Ketmayman. Bu yerda qiladigan ishlarim ko'p ekan.